Assalomu alaykum. Bugundan buni tuning qilishni boshladik уже. Hamma korpusini yechib tashlaymiz. Yechib tashlab. Hop. Lupa fari o'rnatiladi ichki qismiga. O'ziniki sal xira bo'ladi. Hop. Spoilerlar, malubi signallar almashadi. Spoiler kelgan. Bularni korpus ochib o'rnatish kerak. Buni o'rnatamiz. Karboniy ko'rinishda. Gul shitter qismlarini o'rnatamiz. Xo'p, buni o'zinikini olib tashlab, bu qo'shimcha bo'ladi. Bag'riga eski projekt hali Xitoydan yetib kelgani yo'q. 1-2 kunda yetib kelib qolsa, buni ham o'rnatib bir yo'la yaxshi tuninglarni qilamiz-da. Bugundan buni korpuslarini ochib boshlaymiz keyin inshaalloh. Signallar, spoilerlar